Xitoyning Sharq Turkistondagi partkom sekretari Chun Chongu vazifasidan qoldirilgan. Xitoy Mərkəzi hökuməti qarar çıxarıb, ötən bir neçə ildən buyan Uyğur Avtonom rayonu, Sharq Turkistonning Uyğur Avtonom rayonu partkomining bosh sekretarlıq vazifasini atqarıb kelayotgan Chun Chonguni vazifasidan qoldirgan. Xinhua agentligining bu haqdagi xabarida mazkur qarorning sabablari tushuntirilmagan bo'lsa-mu, ammo Chun Chonguninki boshqa o'ringa yo'tkildiganligi Onun o'rniga Guangdong o'lkasining partkom sekretarlik vazifasini o'tagan Ma Xinruining tayinlanganligi ko'rsatilgan. 2016 yili Chunchongo Uyg'ur Sharq Turkistondagi Xitoyning partkom sekretari qilib tayinlangan. Shundan keyin Uyg'ur tili ma'rifining barliq sohadan siqib chiqarilgan. Uyg'ur milliy kimlik zarbi nishoniga aylangan. Mutaxassislarning mo'ljallashicha, taxminan 1,8 million dan ortiq Uyg'ur qayta tarbiyalash nomidagi yig'ilish lageriga qamalgan. Xitoy tajovuzchilari mazkur aslahalarni oshqunlikqa qarshi turish uchun zarur bo'lgan kasbiy mahorat tarbiyalash markazi deb tasvirlab, o'zining qilmishlarini oqlashga uringan. Biroq Amerika qatorliq g'arb ellari Chunchonguni Uyg'urlarga qaratilgan keng ko'lamli kishilik huquq dafsanchiligidagi asosliq rolchilarning biri deb qarab, uning ustidan bir yurish jazo tadbirlarini e'lon qilgan. Amerika hukumati 2021 yili 19 yanvar Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatlari orqali irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini jakarlagan. Uningdan boshqa Angliyada ochilgan Uyg'ur sud kollegiyasimi Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilayotganligini dalillab chiqqan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Chunchonguning o'rniga yo'tkiladigan Ma Xinrui 2017 yildan boshlab Guangdongga partkom sekretari qilib tayinlangan ekan. Ma'lum bo'lishicha, Ma Xinrui Guangdongga dunyoning har qaysi joylaridan keladigan chet el mablag'lari va shuningga munosabatlik o'ttirg'i chiqadigan majburiy emgakki masalasiga nihoyat pishiq ekan. Payshanba kuni Amerika prezidenti Jo Bayden Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga imzo qo'ygan. Ma Xinrui mushundaq bir mezgilda Sharq Turkistonga yo'tkilishi diqqat qo'zg'amoqda. Chunchongo Xitoy siyosiy byurosidagi 25 kuchli shaxsning biri hamda Amerikaning jazosiga uchragan eng yuqori darajali Xitoy amaldori bo'lib, uning qaysi o'ringa yo'tkildiganligi hozircha ma'lum emas. Mashonininki asosliq shu ichkari o'lkalardagi zavodlarni Sharq Turkistonga yo'tkab akilib, Sharq Turkistonda iqtisodni taraqqiy qildirish maqsadida bir yurish tadbir va bir yurish siyosatlarni ilib borganligi ilgari surilmoqda.